Bu pat sohasida qizg'onib bermayman unga, bunga bermayman, unga beraman deb baxillik qilinsa, unda zo'r chiqmaydi aka-ukalar. 50 ta tovuqqa qo'shing zo'r chiqmaydi. Men shunday qilganman aka-ukalar, zo'r tovuqlarim turib va o'zimda. Yana zo'r tovuqlarni atrofdan olib aka-ukalar, men shu xo'rozga, jangchiga mana videolari bor, faktlari bor, mana gapimga 15 ta vakiyon qo'shganman aka-ukalar, 15 ta tovuqni bostirib balalatganman mana. Men shu xo'rozga aka-ukalar nimaga shuna tovuq ko'p qo'shganman? 50 ta tovuq ham kam bunga. Payt keldi balalatdi aka-ukalar. Faktda bu sizlarga. Xo'rozni erkagi bo'lgan aka-ukalar. Bila budim. Juda yomon xo'roz bo'lgan aka-ukalar. Men ichib chekib keyib qilmayman aka-ukalar, Xudoga shukr. Mana keypim, men shu xo'rozni o'ynab, yutqizsam, xo'roz o'ynab men keyib qilaman aka-ukalar. Hammani keypi har xil. Men uchun keyib qilish xo'roz o'ynab aka-ukalar, yaxshi ovqat yeb, xo'rozni zo'rini o'rtaga tushirib bilib, o'ynab maza qilib keyib qilaman aka-ukalar. Keyib turib